Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan Emishdagi, ya'ni brauzerga rasmlarni qanday qilib chiqarishni ko'rib chiqamiz. Avvalambor men o'zim index.html faylini yaratib oldim. Qanday qilib papka yaratish va html fayl yaratishni oldingi darslarda ko'rsatganman, shuning uchun buni takrorlab o'tirmayman. Xo'p, index.html nomli fayl yaratib olganimdan so'ng men o'zimga kerakli bo'lgan kodlarni chaqirib olaman va bugungi o'rganishimiz kerak bo'lgan tagni ko'rib chiqishni boshlaymiz. Bizda image tagi bor. Bu tog' tag hisoblanadi. Ya'ni buni ichida kontekst, ya'ni matn, ma'lumot yo'qligi uchun bu self closing tag deyiladi. Self closing tag. Ya'ni o'zini o'zi yopuvchi tag hisoblanadi. Misol uchun biz h1 da yozganimizda uni orasida bizda kontekst borligi uchun uni yopuvchi tagi ham mavjud edi. Image tagida u mavjud emasligi uchun shunchaki tog' tag hisoblanadi, ya'ni uni yopuvchi tagi yo'q. Demak, image tagi bizda self closing tag deyilar ekan. Buni eslab qolamiz. Xo'p, bizda image tagini ko'rganimizdan so'ng endi bizda ikkita muhim atributlarimiz mavjud. Birinchisi src, ya'ni bu source so'zini qisqartmasidan olingan. Ikkinchisi alt, ya'ni alternativ so'zini qisqartmasidan olingan. Xo'p, birinchi bo'lib src dan boshlaymiz, ya'ni bu source. Ya'ni bu nima degani desak, aytaylik, men sizni ko'rmoqchi bo'lsam nima qilaman? Uyingizni manzilini topaman-da, ana o'sha manzilga boraman, to'g'rimi? Brauzerga rasmni chiqarish uchun ham men ana o'sha rasmni manzilini olishim kerak. Endi rasmni manzilini olishni, ya'ni rasm chiqarishni o'zi ikki xil usuli bor. Birinchisi lokal va ikkinchisi internetdan. Internet orqali. Hop, birinchi bo'lib kelay, internetdan rasm olib qo'yishni ko'rib chiqamiz. Hop, buni avval ochib olamiz bitta. Mana endi kelinglar bitta rasm olaylik internetdan. Aytaylik, hop, nima desak bo'ladi? Flowers deylik misol uchun. Kartinaga o'tib, hop, misol uchun men mana shu rasmni o'zim brauzerimda bu yerda chiqarmoqchiman. Buning uchun mana shu rasmni ustiga sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, bu yerdan mana copy image address, ya'ni biz bu yerda mana shu rasmni internetda joylashgan manzilini olyapmiz. Xuddiki bizni o'zimizni uyimizni manzilini olgandek. Mana shunday manzilini olib olamiz va VS Code'ga qaytib, mana shu source, ya'ni source manzil qismini ichiga hammasiga bu yerga Ctrl V qilib, hozirgi olgan linkimizni mana tashlaymiz. Ana endi ochib brauzerni ko'radigan bo'lsak, mana bizda rasmimiz chiqdi. Faqat rasmni sayzi juda ham katta bo'lganligi uchun katta joyda egallayapti. Endi mana shu rasmni kichikroq qilib ko'rishimiz uchun bizda width degan atributi bor. Ya'ni bu rasmni eni degan. Xo'p, aytaylik, rasmni endi bizda 200 piksel. Bu yerda biz piksellarda yoki foizda berishimiz mumkin. Agar 200 deb yozadigan bo'lsam, menda mana 200 pikselli joyni egallaydi yoki 200 pikselli yozishim mumkin. Buni farqi yo'q. Yoki agar men 50% deydigan bo'lsam, bu brauzer teng 2 ga bo'lib oladi-da, ya'ni brauzerimiz jami eni 100% bo'ladigan bo'lsa, uni yarmi 50%. Demak, mana shu 50% ga rasmim joylanib oladi. Mana menda chiqdi. Demak, foiz bilan, piksel bilan berishimiz mumkin. Men hozircha 200 pikselgacha qolsin. Mana. Yoki bunga height ham berishimiz mumkin. Height degan atribut bor. Ya'ni width endi bo'lsa, height bo'yi hisoblanadi. Misol uchun bunga 300 deydigan bo'lsam, mana 300 pikselda joy oldi. Ko'pincha yoki heightni o'zini yoki widthni o'zini berish tavsiya etiladi, chunki rasm o'zini sifatini yo'qotmaydi. Agar width qo'ysam, height topib qo'yishim kerak, bo'lmasa mana shunda o'zini nimasida chiqadi. Xo'p, endi bizda keyingi o'zi buni nima uchun qo'yayotganimizni aytib o'ray. Agar misol uchun sizda saytingiz bor, lekin saytingizda rasmlar bor. Agar rasmlarda siz o'lchamini oldindan bilmaydigan bo'lsangiz, saytingizni ochganingizda saytingiz sakrab ketishi mumkin. Shuni oldini olish uchun biz unga width va heightlarni beramiz.
Xo'p, demak mana rasm olib qo'yishni ko'rdik. Endi rasm qo'yishni ikkinchi usulini ko'ramiz. Ya'ni lokal, ya'ni kompyuterimizda mana shu papkamiz o'ziga bitta rasm yuklab olamiz. Uning uchun yana bitta misol uchun flowerni rasmini olaylik. Aytaylik, mana shu gulni rasmini olamiz. Buning uchun avval men bu rasmni kompyuterimga saqlab olishim kerak. Buning uchun save image as qilamiz va buni galereyamizga hop flower deb saqlab qo'yamiz. Mana saqlandi. Endi bu yerdan hop mana shu faylimizni bu yerga osonroq yo'li ushlab turib bunday tashlasak, mana shu bizning new folder nomli papkamiz ichiga mana o'sha rasmimiz tushadi. Hop, endi mana shu source qismiga bu internetdan olgan linkimni o'chiraman-da, o'rniga mana shu papkani ichida mana shu rasmimni faylni nomini yozib qo'yaman. Rasmimning nomi nima? Flower AV file. Mana. Endi ochib ko'radigan bo'lsam, mana menda rasmim chiqdi. Xo'p, endi bu ikkala usuldan ham foydalanish mumkin. Lekin internetdan olib yuklaganimizni bitta yomon tomoni, agar u internet serverlaridan keladi va internet bo'lmasa, u rasm ochmaydi va mabodo u rasm internetdan o'chib qolgan taqdirda sizni saytingizda ham ana o'sha rasm ko'rsatmay qolishi mumkin. Shuning uchun o'zingizni papkangizni ichiga tashlab qo'yganingizda bu internet ham talab qilmaydi va har doim ochiladi, o'chib ketmagan taqdirda. Xo'p, demak mana ikki xil usulni o'rgandik. Demak, tashqi tomondan uni manzilini olish yoki papkamizni ichiga tashlab olib turib, ana o'sha rasmni nomini bu yerga yozib qo'yish. Xo'p, demak buni ko'rdik. Endi keyingisi bizda alt atributi mavjud. Bu alternativ so'zini qisqartmasi. Bu bizga qachon kerak? Hozir mana buni bor yo'qligi misol uchun bilinmaydi, lekin aytaylik men mana bu yerda noto'g'ri yozib qo'ydim deylik va ko'radigan bo'lsam, menda rasmim chiqmay qoldi, to'g'rimi? Endi mana shu yerga men misol uchun flower image deb qo'yadigan bo'lsam, nima bo'ldi? Ya'ni bu yerga mana flower image degan yozuvim paydo bo'lib qoldi. Ya'ni rasmim yuklanmay qolgan taqdirda yoki qandaydir xatolik bo'lib chiqmagan taqdirda menga mana shu yozuv ko'rinadi. Agar men buni olib qo'yadigan bo'lsam, mana men bu yerda nima borligini bilmayman, shunchaki mana shu rasmni chiqadi xolos. Endi bu yana nima uchun kerak deydigan bo'lsak, bizda brauzerimizda screen readers degan dasturlar bor. Ya'ni aynan ko'zi ojizlar uchun bizni veb-saytimizni screen readerlar o'qib beradi. Ular misol uchun bizni qo'ygan rasmimizni ko'ra olmaydi va ularga screen readerlar mana shu bizni saytimizni o'qib berayotganda rasm kelib qolgan joyida ular mana shu xuddi mana shu alt atributiga yozgan yozuvimizni o'qib berib ketadi. Shuning uchun bu bizga kerak, ya'ni accessibility uchun zarur hisoblanadi. Demak, tushundik. Rasmimiz yuklanmay qolganda va o'sha screen readerlar o'qishi uchun bizga bu kerak ekan. Demak, bu yerda ya'ni gulimizni qaytarib qo'yamiz va mana bizda rasmimiz. Xo'p. Demak, buni ko'rdik. Height va width'ni ko'rdik. Demak, hammasi menga tushunarli bo'ldi. Imagedagi shular. Keyinroq yana buni chuqurroq CSS darslarida o'rganib chiqamiz. Ko'rganingiz uchun rahmat. Keyingi darslargacha xayr.